Variantga mashina qidirayotgan obunachilarimiz uchun mashinalarimiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan, ikkovsi ham mexanika korobka Nexus bilan Cobalt avtomashinamiz. Bu mashinamiz kraskasi bir 20-30% bor, o'zinglar uchun ko'rsatib olasizlar. Orqalari butun, yumshoq balonlarda, yurgan masofasi 216 ming holatda. Metan gazi bor, dokumentdan muammo yo'q. Mexanika korobkada hamma yo'g'i joy-joyida. Bunisi 2019-yilda ishlab chiqarilgan Nexus. Bu mashinamiz ham orqalari pechat. Kraskasi buniki ham 20-30% bor. O'zinglar uchun ko'rsatib olasizlar. Bu mashinamiz yurgan masofasi 33 ming yurgan, xolos. Mashinamiz svejiy holatda turibdi. Hamma yo'g'i joy-joyida. Bunisi benzinda. Bu Gentrami neqa Cobaltimizda gazi bor. Bu Nexus'imizda benzinda haydalgan holatlari yaxshi. Dokumentlardan muammo yo'q. O'zimizning hujjatlari o'zimizda. Bu mashinalarimizni arzon vodiyda kanal obunachilar uchun naq pulga nech pul deyotgan obunachilarimiz uchun bu mashinamizni bo'ladigani 7100, bunisi 8100 ga beriladi. Variant asosida kelishmoqchi bo'layotganlarga oldindan 3000 4000 puli borlarga 6 oydan 1 yilgacha